Assalamualaikum kanaldagi yuz ko'rmanlar, kashliginglar xeyirli bo'lsin. Men Adil Uyg'ur, Uyg'ur tadqiqot instituti nomidan hammalarga samimiy salom yo'llayman. Institutimiz har 15 kunda bir qatim tarix suhbatlari nomli programma o'tkazmoqchi. Bu programmamizning qimmatli mehmonlari bo'lsa, institutimizning mudiri, shundaqla Hacettepe Üniversitesi Adabiyot fakültesi tarix bilim o'qituvchisi doçent doktor Erkin Akram muallim, institutimizning tadqiqotchilaridan Şundaqla Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü doktorantı Abdülüm Dövlet efendim buldu. İşkilinizler hoş geldinler. Hoş bulduk, rahmet. Hoş bulduk, rahmet. İyice görürmeler biz biraz burun depet günündeki her 15 gün bir qatim tarih sohbetleri namasında program ötküzümüz. Biz bugünkü programımızda mukaddime sütüde programımızı başlamakçı. Bu programı uğurlaştığımız maksat aldığından ügünüş. İkinci qatim bo'lsa, masalalarga yoki voqea hodisalarga sabab natija mantiqiy qisqacha qarashni o'rganish. Uchinchisi, masalalarga tarixiy nuqtai nazarga qarash iqtidoriga ega qilish. O'rindan keyin masalalarga, ya'ni bir butun qarash iqtidorini yetildirish. Unga tarixningki boshqa fanlar bilan bo'lgan, bo'lib ijtimoiy fanlar bilan bo'lgan munosabatni yo'ritib berish. Hammadan muhimi insonlarni, jamiyatni, hokimiyat shakllarini, tarixiy voqea hadiselerini, iqtisodni, ya'ni o'tmishdagi voqea hadiselerini tushunish va texmo yaxshi bir bilim qurilmasiga ega bo'lish ko'zda tutamiz. Oldi bilan programmamizni mundaq bir savoldan boshlasak to'g'ri deb qarayman. Erkin ma'lum siz tarix kasbi bilan shundoqla tarix tadqiqotlar shug'ullanayotgan uzun yil bo'ldi. Sizce tarix qanday bir fan? O nokul bir ötmüşün fenomu. Yakın nokul ötmüşlü merkezleşemdi. Tarih herhalde şu ictimai fenlerin arasında en farklı bir fen dep oylaymandı. Çünkü bununki fonksiyası başka fenlerge biraz okşamaydı. Bütün fenler çokum onun fonksiyası var. Fonksiyası bulmayan fenler fende bir hesap kılmaydı. Fenninki məqsədi şu dünyanı tanış, dünyanı yaxşı tanıganda dünyada yaxşı yaşaş və sübətlik yaşaş deganni tushundirdi. Shuningga bu tarixninki funksiyasi nima deb so'ralgandi. Buni so'rashdan avval tarix degan nima deb so'raydi. Buni shu 1920-30'larda tarixçi Edward Karp bunun cevabını bergen bir kitabım var. Tarixçiler hemisi okuydu o. Tarih degen nima degan kitapni. Aslında tarih insan oğlunun ötmüşte kılgan maddi manevinin bütün işleri. Bir yerde nima çıkıdı degan vaqtida yalğızla insanınki turmuşu, cemiyetteki münasebetleri o bu emas. Siyasi, iktisadi, mutabiye hem nima bunun içi kirdi. Yani insan bile münasebetlik her kanda işler hemsi bununla kirdendi. Şununla Koyaş'ın tarihi, galaksisinin tarihi deyilgen bir tarih yok hem de. O insan bile alakası bulmuş. Hem de bu insan bir müşkik vakan bolsa, müşküle boğan bu xil münasebetler değil. Misalga müşkike amrak, müşkike yigizip, işkizip yaşaydı. O mu bir tarih ama adam boğaşka. Müşkinin yüzü tarih kırmaydı değil mi? Ma insan kırdı. Bu ötmüşü kırgan nesle yalğızla kağızda yazılmaydı. Bugün o dijitalda yazıldı var mı da? Burun kağızda yazıldı ya ki ondan evveller taşlarda taşlar olsun ve koldaki taşlar olsun ya ki rəxlərə, tümür dəstəklərə hamısı yazılı var mı? Bununla birlikte insanın ki qıgan yazılan nəslər, misalga kuruluşlar, körüklər deganlar üçün nurgun nəslər var. Bularmı şu tarihi kırdı. Hem de tarih insanın ki ötmüşte qıgan işleri dedi. Ondaqda bugün üçün bu tarixinin ki nimi rolu bulur. Ötep ketken nersi ötep ketdi bu. Onu hem de qanday qilamiz, tüzetkilimi bo'lmasa deydiganlar bor. Ve şundaqla bu kelgüsüge texmi bir faydası yok bu. Bunun fonksiyası nima?
so'raydi en başta sorganda. Hamda tarixchi nima ish qiladi deb savolmi keldi. Tarixchi o'tmishni yengidan qurib chiqadi deydi. Yengidan qurib chiqadi degan gapning neg'izi yengidir. Yengi degan yeni materialni topgan bo'lishi mumkin, abaqman degan xil materiallar. Yeni bir metod bilan tekrar onu tadqiq qilgandir. İş qilib yengi. Undaqda her devirde bir yenilik çıkıdı hem de. Misalga Uygur tarihini desek, öz vaxtida 19. əsrdə yazgan, Şərq Türkistan tarihini yazgan Molla Sayrami var. Onun 20. əsrdə yazgan kitaplar var. Misalga Məmkimin Buğra'nın ki Şərq Türkistan tarihi degendi. Onun yanı yazdığanlık çıkıdı. Buna hazır Nebican Uygur tarihi de tom kitaplarını yazıldı. Şuna okşaş her devirde belki okşaş timide tekrar yazdığı ahvallar bulundu. Hem de tarihçi ötmüşteki insanların kılganlarını yeniden kurup çıkıdığan bolsa, o kurup çıkan neyse neymişki yaraydı diye mesele var. Hem de bu yaraydığı neyse tecrübe. Nurgun bu penlerde, ictimai penlerde belki tecrübe bir iş mümkün. Ama tarihte insanoğlunun bulup mu özünün atı boğusunun kılan işlerinin hemmisi, doğru iş, hata iş, hemmisi bu milletinin ki bir tecrübesi bulur. Bu tecrübeyle birlikte insan bugün hatanı az kılışka başlayır. Bu tecrübe ne iliş cereyanda ötmüşteki cidalini bugünküce ekilişemez. Ötmüşteki cidalini tecrübe zavak ettirip bugünkü okşap kaldığın meselelerine hal kılış. Ötmüş bile bugün farklı. Çünkü zaman ve mekan özgergendeki özgerdi degen gel. Ama okşaşlıklar var. Kuda Mavi Hegel'ninki degende insanoğlu tarihten yegane ağam dersi tarihten ders almaslık. Yani tarihte boğan vakalarını sap hatasını tekrarlap insanoğlu yaşap kelip. Şununla tarih uygunuşunun maksat hatanı az kılış. Bolsa teki hiç kımsı tekini yaşayamıyor. Bu muyum. Onundakin tarih şundakla insanın ki ötmüşünün ki hissi deyimiz mi? Mavi hafıza, hatırası. Şununla bu hatıra boğan vaxtıda, insanın hissi boğan vaxtıda insan doğru iş kılalaydı. Eğer de bir cemiyet özünün tarihini bilmeye kalsa, hissini jutur koygan adamlarla okşar. Tarih şundakla bugünkü insanlar özünün kılgan işinin doğru hatalığını ölçeydiğanga referans yani yardımcı bir ölçem buludu. Ne o ölçem demeyi vardı. Şununla bu tarih müşincilik fonksiyonları boğaşka olup mu şu 20. əsrdən itibaren tarih tədqiqatı yalğızla ötmüşte falanca iş yoktu. Ötmüşte falanca yılda falanca iş yoktu deydiğen kronolojik tarih emez. İnsanoğlunun kılgan bütün işinin ki bütünü bile tadqiq kıldığan bir tarih fəni oturup çıktı. Şununla hazır tarihçi əbəqi degen yeniden kurup çıkış dedim bu. Şöyle çalı qalğan yerlerini, boş qalğan yerlerini çünkü tarihte hemen hemen yizbəmeydi. Ya ki yazgan bolsun jütkidir. Onun denkin tarihçinin ki özünün ki ideyası, ideologisinden töpeyli belki bazı nəslərini subjektif yazıp kaldırarak var. Tarihçi açılarını hemmini iniqlap, onlarını tahlil kılıp oturup koyuş bile onundakin bütünlük gösterilgen vaxtıda o bütünlük tarih onundakin bizge tecrübe sağlık verir. Eğer parça parça olup kalsa ya ki başka bir nokta nazardan verilip kalsa o vaxtıda bu işini arkadaş kıyım buldu. Kuda. Xitayda tarih tədqiqatda yalğızla Marksizm tarih metodunu işledi. Başka metodunu işletmeydi. Şununla o
taraflik o'qiladi. Bu ideolojik bir tarix o'qiladi. Hem de normalde tarih muşu deb düşünmem. Abdurrahim efendim, siz tarih penide doktorant okuyatsınız. Sizce siz qanday qaraysiz? Tarix hakkında tarihçilerin, tarih tədqiqatçılarının bəyan təbirlərinə aid köp. Və biz bunların hamısını sözləməyi, əgər mən addiləşdirib sözləşdik o gəlsə, tarix əslində məlum bir millətdir. Yəni ortaq bir coğrafiyada yaşayan, bir təqdirdaşlıqqa və onun ortaqlıqqa ega məlum bir qavm yoki millatning o'tmishda qilgan etganlarini, yani o'tmishda qo'lga keltirgan mayli g'olibiyati yoki mag'lubiyati yoki yaratgan natijalari, mayli moddiy natijalar, masalan yasab chiqqan madaniyat buyumlariga o'xshash yoki ma'naviy natijalar, ularning qimmat qarashi, urf odatlari qatorliqlarning xotirlanishi. Ammo hozir erkin muallim deb o'tdi, tarixda ammo bu narsalarning hammasi xotirlanishini ataydi. Chunki tarixni xotirlash hamma millat tarixdan naqd kelgan ish emas. Tarix xotirlash ba'zi millatlarda bir an'anaga odatga aylangan bo'lsa, ba'zi millatlarda bu odatga aylanmagan. Endi biz bekroq tarixning nimaligidan bekrak, tarixning bir millatga yoki bir shaxsga nisbatan nima foydasi bor degan savol diqqatimizni tortadi. Ya'ni tarix o'rganishning ahamiyati nima? Buni oddiy bir necha nuqtadan tushuntirish mumkin deb o'ylayman. Birisi, hozir biz tarixni bizning o'tmishimizning xotirasidir. O'tmishimizning xotirasi deganlik bu bizning o'tmish haqidagi eslamalarimiz degan. Amaliyotda bizning aslimiz oddiy narsa emas. Buni tushunchamcha aslima bizning kimligimiz. Masalan, bir odamning o'tmishi haqida aslamasi to'liq kallasidan yurib ketgan vaqtda biz tasavvur qilib boqaylik. Bu odam o'zining kim ekanligini bizga aytib bermaydi. Bizning xotirasini yo'qotgan bir odamdan yangi birib biz siz kim desak, men kim deb qolmaydi. Uning mingisi saq shu vaqtda, put-qo'llari joyida, boshqa hech qanday yerda masala yo'q. Ammo u mingisidan aslamasi yurib ketganligi uchun kimligini topolmaydi. Endi bir shaxs kimligini yo'qotgan ahvol ostida, kimligini unutib ketgan vaqtda bu odamning yoki bu odamga nisbatan hayot bir ma'nisiz narsaga aylandi. Chunki uning hayot haqidagi tushunchasi, hayot haqidagi hayotni o'zining tushungan bir nishoni yo'qolib ketadi. Nima? Chunki uning o'zi kimligini bilmaydi, kimligidan kelgan qimmat tushunchasi yo'q. Masalan, biz bu xil kinolarni jiq ko'rgan. Kimligi yo'qolib ketgan kishilar duchor bo'ladigan og'ir bir psixologik masalalar bor. Uning butun iyodi hayotining oxirigacha o'zining kimligini izlash bilan bo'ldi. Men zodi kim, qayerdan keldim. Ya'ni bir odamning kimligini bilmasligi mohiyatda nimadan derak bo'ldi? Uning nisbatan hayotining ma'nisizlashganligidan, qimmatsizlashganligidan, uning hayotining behuda bir jarayonga almashib qolganligidan derak bo'ldi. Mesela biz yana bir ma'nosini deylik. Mesela biz Uyg'ur. Birisi Uyg'ur kim desa, biz tarixdan misol olmay turib, Uyg'urlarning tarixda qayerda yashaganligi, nima ishlarni qilganligi, qanday davlatlarni qurganligi degandek tarixiy izlarini bayon qilmay turib, biz Uyg'ur degan savolga o'lchamli javob berolmaymiz. Demak, bu yerda Uyg'urning kimligimi uning tarixi bilan munosabatdir. Mayli shaxsning, mayli bir millat. Endi yana bir qimmati Peygamberimizin bir meşhur hadisi var, hammamiz bilamiz. Biz oddiy ammo ma'nosi cho'nqur. Yani bir mümin o'zi çekilgan tüşke ikkinchi qatim qo'lini sanmaydi. Yani bu ma'nosi nima? Sen o'tmishda sodir qilgan bir xatolikni ikkinchi qatim takrorlamaysan. O'tmishda tushgan tuzoqqa ikkinchi qatim tushmaysan. Agar sen mümin bo'lsang, bu shunday qil deydi. Shuning o'zi o'tmishdagi tuzoq, o'tmishda sodir qilgan xatoliklar dal bizning tariximizda. Ya'ni bizning o'xshash xatolikni takror sodir qilmasligimizning oldini oladi va u jihatda bizga yo'l ko'rsatadi. Tarixning eng muhim ahamiyati. Oxirida shu narsani ta'kidlayman.
Artık bazı kişiler var. Biz tarih devermey dikkatimizni bugünkü merkezleştireyli. Kelgüsümüzge qaraylı. Bu tarihni sözleverishni realligimizni o'zgartirishga nima ahamiyati bor deb o'ylaydi. Bu gapdan menimcha ma'lum jihati foydasi bo'lishi mumkin. O qanday vaqtda agar biz atayandagi kechgacha tariximizdagi g'alabalarimizni masxushulab bugunimizni o'zgartirish uchun kelgusimizni texmi go'zallashtirish uchun harakat qilmasak biz bir xil tarix masligiga giribdor bo'lgan bo'lishimiz mumkin. Ammo bir millatning bugunini o'zgartirishi va kelgusini o'zgartirishi cho'qim uning tunugunini tushunishi bilan bevosita munosabat. Bu xuddi biz bir kasalni davolamoqchi bo'lsak, siz tunugun nima tomoq yegansiz, oldingi haftalarda nima ish qilgandingiz deb doktor so'raydi. Chunki uning bugun ifodalangan bu kasalligi bugun paydo bo'lgan emas. Oldingi haftalarda yegan ichganlari bilan qilgan ishi bilan munosabat qilish uchun. Hatto bir necha yil burungi ishlari bilan munosabat qilish uchun. Şu bir milletin bugünkü faciası ameliyatda onun yıldızı tarihte kömülgen. Şu doğru diagnoz koyuşunun yolu onun tarihini düşünüş ve şu doğru diagnozga asasen bugün çıkış yolu tepiş. Bu xuddi bir muallim sözlegendi. Tarih xuddi bir tarihni öğreniş maşina haydashga o'xshaydi. Biz mashina haydaganda oldimiz qaraymiz. Yani kelgusumizga qaraymiz. Ama bu herkes keynimizga qaramak deganlik emas. Maşinin iki tarafında kendi görürsüne aynak var. Eğer biz pat aynakka qarab turib, keynimizga qaramasak, qatnash hadisesi yüz berishi mumkin. Ama davamlı keynimizga qarasak, bu qatnash hadisesi yüz berishi mumkin. Şunlaşqa hem aldığımız qaraymiz, hem keynimizga pat qaraymiz. Bu da ma Uyg'urchada bir gap bor, oldi keynimga qarabman deb. To'g'ri. Ama şu muhim bir gapda. Shundoq. Cemil Şansmaydı mühim bir gap var, ictimai anlayıp. Mesela hazır hem tarihte bir meseleden ki hazır yüz buratkalarını oylasak, ondaqda bizni şu başka insanların ki bizga o'xshash bo'lish uchun shu tarixdagi shu masalalarga qarab chiqsak, qanday uni masalani hal qilib bo'lish mumkin deb qanday bir qoidim bor. Ma'lum hozir Abdurim degandek, bu hozir aslimidini ta'kidlab o'tdi. O'sha aslimi va kimlik munosabati uchun undaqda Xitoy hukumatidagi Xitoylar Uyg'urlarniki shu aslimisini yo'q qilish yoki o'zgartirish yoki burumlash uchun hozircha qanday ishlarni qilib keldi, bir nechta misollarni tushuntirib bergan bo'lsangiz. Abdurim efendimninki gibiga bir isim nima kelib qoldi da uni deb unga javob beraylik. Bu psixologlar bor. Kasalni akilib tazi yaxshi shunda isil bir karvatga yotqizib, ondan keyin rahat bo'l deydi. Hech nima o'ylashma deydi. Uni unut, bunu unut deydi. Ammo deydi, o'tmishga ketaydi. Chunki bugungi ahvoli, bugungi bu kasallik ahvolining o'tmishdagi bir sababdan ve o sebepten bugünküce bo'lgan bosqichning ichida yoki jarayonning ichida o'zgarib kelganda bu. Shuningga bugunni ko'rilish uchun o'tmishning bunun sebebini bilish lazım. Bu yıldızı ayaga bağlanğaçqa Xitoy bir milletninki aş yıldızını qurtuvasa, o'tmishini qurtuvasa, o'tmishini bilemegandeki, xuddi ata-onasini bilemegandek, bugünkü xatoliklar, kasalliklarning sebebini bilemegandek, Xitoy anandaki yaxshi boshqarib ketadi. Bu tarixda Xitoylar bu nimaga ahamiyat beradi o'tmishgacha. Shuningga bu Hegelning bir so'zi bor, Xitoyda tarix degan narsa yo'qdir. Bu Hegel bu qanda bu 5000 yillik tariximiz bor davosi nimishkanda deydiki, desak bular sap sülale bilan devam qilgan, her sülale bir-birisiga o'xshaydi. Onun için yazgan narsalarga o'xshaydi, bir-birisini takrorlagan bir tarix, taraqqiyot yo'q. O o'zini hamda bu Yevropadagi taraqqiyotga selishtirib deganda hamda. Demisima Xitoy shu o'tmishiga ahamiyat beradi. Bu Konzi ideyasi bilan texmi jug'urilib, o'tmishdagi yaxshi inson Mao deb sanga ko'rsatib berdi. Yaman insan Mao, yaxshi ayol Mao, yaxshi yosh Mao, eskisi Mao, devletni boshqargan chaqda yaxshi boshqarsa Mao degandekcha, misolga eng atoqli bir kitob bu Zichu Tungjan deydi.
Zijitunjianninki ma'nosi shu, siyosatni yaxshi boshqarishninki referans nimalar, manbalar degan gap. Ya'ni devamlı buni chakalab keludamdi. Ama Lushunga qarasak, Lushun deydi bu Xitoyning tarixini o'qiydigan bo'lsang, hamma yerda ichinishli adam yeyman, adam o'ltiraman, suiqasd qilaman degan narsalardan boshqa bir nima yo'q deydi. Ya'ni takrorlagandan keyin narsa. Shuningga bu o'tmishning ahamiyatini bilgachga Xitoy. Misalga 18. asrning oxiri, 19. asrning beshida Xitoyda bir tadqiqotchi bor, ya'ni ziyoli deb qo'yaylik, Kumzujin deydi. U shu Sharq Turkiston va qarta deyilgan gap-ku. Ya'ni Sharq Turkistonda ashlarninki tarixini yo'qotish, ularninki o'tmishini ata-bobosini yo'qotish, ularning mezorliqni yo'qotish, ularninki folklorik nimalarni, bu urf-odatlarni yo'qotish, shuningla qurtib qo'ysang, uningdiki uni asan boshqara olaysan deydi. Onu yo'qotmasang, o Sharq Turkistonni besib olib, bu yerni boshqarsakmi, boshqara olmaymiz deydi. Shuningga uni yildizni qurtish. Demakchi bo'g'nim, ya'ni Xitoylar buni yaxshi biladi. Ya'ni o'tmishni yo'qotib bersa. Ammo ba'zan o'tmishni yo'qotish bek qiyin. Chunki ba'zi yezilib qolgandan keyin, misolga deylik, mayli mavu nimada Shijida bo'lsin, mayli Xanshuda bo'lsin, bu yerda mavu bugungi Sharq Turkiston, Gansu bu rayonlar, Qinghai degan rayonlar deydi, bu Hunlarninki zemini deydi. Keyin bu Xitoylar tatib oldi deb Xanvudiyni ko'stidi tatib olgan vaqtida. Ammo bugungi Xitoylar endi bu haqiqatga qarshi bir nima deyamaydi. Ammo shunda bo'lsa, tarixdan beri Sharq Turkiston Xitoyning zemini deb ataydi. Ammo o'zining manbasi andaq yoziqli. Shuningga hamma nimani yo'qtamaydi-da, hamda yezilib qolib qolg'ashqa. Undaqda qanday qilamiz deganda, undaqda men Sharq Turkistonliklarga tarix yez berman. Men o'zimning ideyasi bilan Sharq Turkistonliklarni Xitoydan ayrilamaydigan, Xitoyning quli bo'lgan, Xitoyga biat bo'lgan, Xitoy yardım qilmasa yashamaydigan bir jamiyat holiga ekinman. Shuningga 1980dan keyingi Sharq Turkiston va Uyg'ur bilan munosabatli tarix kitobiga qaraydigan bo'lsak, u yerda sap bizga yasab bergan bir tarix bor. Misolga deylik, Liu Zhishao'ningki 3 tomlik bir Uyg'ur tarixi bor. Bütün betni varaqlanglar, yig'sanglar, %90'ı Xitoy. Xitoy u yerda nima ish qildi? Xitoy qanday bosh bo'ldi? Xitoyning nufusi aran %5, %6 tursa, u vaqtlarda. Ular qanday tarix yaratdi? Hamda Uyg'ur tarixida Uyg'urlarni aran %10 yozsang, Xitoyni %90 deb yozsang, bu yerda metodoloji jihatdan bir xatoligini deyishning hojati yo'q, zaten shunda. Ammo Uyg'urlarga bir tarix yasab berdi. Sharq Turkiston tarixini yasab berdi. Yasab bergandan keyin senga o'qitdi. O'qitib turib sening mingangni yuydi. Mingangni yuygandan keyin abaqa maqsadga erisha oladi. Ya'ni Xitoyga beqinish. Xitoysiz bo'la olmaydiganligi. Xitoyning quli olib ekilish degandek. Shuningga bu tarixni oddiy ko'gil bo'lmaydi. Her devlette şu to'liq o'rta maktabgacha o'tgan tarixlar boshqacha, ama üniversite kirgan vaqtida tarixi biraz farklı bo'ladi. Bütün devlette anda bo'lmasin uchun muhim devlet. Çünkü devletni qurib chiqqandan keyin devletni nima deymiz, o devletni qurib chiqish deymiz bu hamda. Building nation deydi bu. Onu tarix bilan yasab chiqimiz bo'lmaydi. Misalga Türkiye mi şimdi? Atatürk mahsus şu yüzümü tarihçi bulundu. Hatta bu tarih tadqiqot cemiyetiningki reisi bulundu. Ya sen tarihçi mi? Yeni profesörler var, ular neymiş ki başlık bulmaydı cemiyetine, sen neymiş ki bulsun. Çünkü Atatürk onunla ihtiyaç var. Çünkü yeni bir devletini kurup çıkış için cemiyetini kandak kurup çıkış, yasap çıkış o siyasetçilerin işi değil mi? Şununla üniversite kelgan chaqda anondaki akademik tarix başlaydı. Şununla Xitoyga kelgan chaqda bizni
akademik tarihte mi aşı Xitayca bir tarih ügütüdü. Bu başlangıç mektepte mi aşınan nesin ügütüdü. Ama ügütüp durup Uygurlarga ayrımcılık kılıdı. Şunun bilen Uygurlar bilip aldı mı Xitayla yağan kılvadı. Emme Uygur bolmasını. Şunun yıldızını, ötmüşünü kurtuydu iş, bugünkülerine başkuruşta asan toplaydı. Maksat şu an. Däl siz diýen bu noktada Xitaylar biz Uygurlarnyň taryhyny ýeş arkaly Uygurlarny yani biz üzümüzün küzüle emas Xitaylar ýaratyp bergen Uygur kimligini üzümüzü küzütüş diýen hulasa kelsek boldy. Şu bizning kimligimizni Xitoy yaratıp berýärdi. Ha. O yaratıp bergen kim bizmi aşına okşayıpkenmizde, aşındakkenmizde depla aşı siz bergen kimlik bilen yaşaýmyz şu. O yaşangan kim kul bolsa. Barlık meselengan milletlerinin tupraqda yürütülen siyasetleri karşısak, asasen mustamlike kılınğıcı milletlerinin tarihini, mustamlike kılgıçılarının yezip bergenligini görürüz endi. Mesela Sovet İttifakı ve onun başkatda Garipning mustamlikelerinde bu xil ahvallar bolgan. Bunu yaxşı düşünüş üçün George Orwell'ın 1984 romanında bir mühim bir narsa var. Aslında bu devlet mi bir kelgüsüdeki hiyaldaki bir devlet hem de. Bu devlet bir hakim mutlak müstebit devlet. Ularning bir ministerligi var. O ministerligining ismi Hakikat Ministerligi. Bu Hakikat Ministerligining bütün funksiyasi aşağıdaki neçe ondan adam gece gündüz şu devletning tarihini özgertiş bilen meşgul. Mesela ularning tarixini qayta yazıp çıkan. Ondan keyin hatta aldığınki yılı özü ilan kılgan gazet jurnallardaki nurgun ma'lumotlarni bu yıl onu qayta özgertip ularning bugünkü ihtiyacı asasen burunqilarning hammani o'tqa silib kuydirib etib yangidan ishlab chiqarib oldi. Ularning yetmoqchi bo'lgan nishoni xalqqa nisbatan ularni o'tmishidan to'liq uzib o'tish. Masalan, o'tmishida ularning erkinlik uchun kurash qilgan qahramonlarning bo'lganligini bildirmaslik. O'tmishida ularning erkin yashaganligini bildirmaslik. Shu orqali biz azaldan shunday yashab ketganmiz, bundan keyin shunday yashaydi ekanmiz deb mavjud reallikni xalq g'ing qilmay qabul qiladigan bir holatga akilishni maqsad qildik. Biz vatandaşlığı iniq qila olamiz. Masalan, bizning Uyg'urlik tariximizni qayta yozib berdi deganlik, hozir deyishimizda kimligimizni qayta barpo qildi deganlik. Biz kimligimizni agar Xitoy yozib bergan shaklda qabul qilsak, u vaqtda biz Xitoyni dushmanimiz deb qaramaymiz. Ya'ni bizning kimlik tushunchamiz amaliyotda Xitoy bilan bo'lgan munosabatimizdagi asosni belgilab qo'ydi dedi. Stockholm sendrom degan bir narsa var-ku. Aşına beqinib qolgan gap. Uyg'urchada maqal tamsil bor. Ishlarga urgan igisiga amroq degandek. Shuningga o'zing bo'lmasang, shu haqqa beqinib qolgan. 1921dan shu 30gacha Sovetlarni O'rta Osiyoni bölüp berdi. Qozog'iston mavu, Qirg'iziston mavu, Tojikiston mavu, O'zbekiston mavu. Şu bölüp biriş bilen birlikte ularınki ayrı tarihini yüzberdi. O yüzbergen cemde tarihte ebekmen digen milletler birbirisiyle uğuşup sokuşup kettiler. Şununla bugün o özününki adı boğusunu ötmüşüne istiği ağan çağda bizden adı boğumuz mu uğuşup ketti. Bugün Kırgız, Özbek, Tacik, Kazak. Şununla nefretini mi hazırlıca ekilerleydi de, o mu bir xil başkuruş yani? Şundan. Hazır Abdülhamid Efendim'in digendek, müstemlike rayon astıdaki halkını başkuruş için aşında vurumlaydıgan ahvallar var. Bu Xitayda bek iniq Tibetler, Mongollar, misalga Mançurlarını yoktu oldu. Aşı Mançurlar şunçilik keng bir Xitayını ipberdi de, misalga hazır Xitay 9 milyon qancha kilometre kare go. Misalı o vaqtida 13 milyon Mançurlar var. Şunda keng yerine ipberdi. Ahiri şununla acizleşip tayak yedi, onundaki nurgun toprağını tatqız koydu.
Xitay bugün Mançurlarını eski kösetmek için aç toprakına tatkız koygan vaktini köz tutursan. Vay mandak aciz, mandak döt, anda kalva deydiğen hemmin yemini kılıdı. Şununla Mançur diyen halk yüzünü Mançur deyişti mi kopup, ondan dekin Xitay buluverip, aşına yaşap geldi. Hazırgı cemaatinde kokuduğun ensireydiğinler var. Bir neçe nesil evlattın ki, bu Mançurluktan mı kutulgan bulurdu. Şununla bu tarixni qanday yezish ve bir milletni qanday qo'g'dab qilish chetimi yaman muhim tarafi bor, ya'ni roli bor. Mana bu tabiiy fanda, ximiya, yoki biologiya, botanika bu fanlarda mana bir ko'z qarashni yoki ma'lumotni isbotlash uchun tajribaxon tayyor. Kirib tajribaxonda buni tajriba qilamiz. O'tirgan ko'z qarashimiz ya to'g'ri bo'lib chiqadi ya boshqa bo'lib chiqadi hamda. Cho'qim bir natija chiqadi. Bundaqda ijtimoiy fan uchun undaq bir tajribaxon yo'q hamda biz uchun. Bundaqda sizcha ijtimoiy fanniki tajribaxonasi tarix desak bo'ladimi? Nurg'un mushu ijtimoiy fanninki laboratoriya tajribaxonasi mushu tarix deb o'ylayman. Misolga deyli, xalqaro munosabatlar degan bir fan bor. Onunki eng muhim nazariyasi realizm. Onunki neo-realizmi var, yenisimi var. Bu realizmninki mənbəsi tarix. Yani ötmüşteki janglarga, ötmüşteki siyasi tamponluklarga, ötmüşteki siyasi küreş, uruş, jidal, ittifaq deganlarni tadqiq qilib turib, mana nazariya davatıdır. İkinci çoğun nazariyasi liberalizm. Onunki neoliberalizmi var. O liberalizm deganni o realizmni tanqid qilib turib jon beqiyotdi. Ya'ni bo'lmasa bu yo'q deganga. Üçüncü birisi kurulmacılık deb qo'yaylik, qurilishchilik yoki. Buningda hamda kimlik o'xshaydigan, kültürü o'xshaydigan jamiyatlar bir-birisi bilan do'st bo'la oladi, jidal chiqolmaydi, urush qilmaydi, ittifoq qila oladi va hokazo. Shuni tushundirdi. Ama abaqa degan shu kimlik bo'lsin, kültür bo'lsin, u shu tarixga bog'lanadi. Yani bu edebiyatının bir türü, tarih romanı misalıga. Misalıga, Eğiz edebiyatınınki rivayetler misalıga. Ondan keyin sosyoloji mi şundaq? Sosyoloji bugünkü cemiyetinki kurulmasını ve münasebetlerini tadqiq qilamiz deydiyor. Ama bugünkü bu halığı kilişininki bir ötmüşü var. Şununla şu keyinki 30-40 yıldan beri tarih sosyolojisi degan narsani pek jakarlashga başladı. Shunga o'xshaydi. Yani ijtimoiy fanning psikologiyasidan boshqa nimagacha, misolga doktorlik misoli. Biz bugün bir doktor agarda yaxshi apres qila olgan bo'lsa, mana u apres qilgan doktor uchun deyapman. O shu o'tmishdagi doktorlarninki qilgan tajriba savobni kitobdan o'qib, o'rganib qilyotadi deganga. Bazı kasallarni tonish, mikroblarni, bakteriyalarni tonishdimi, yani şu o'tmishdagi nimadan taniydi, hamda qilgan ishlardan. Shunga o'tmishdan qutulish biraz qiyin, ama tamamen qutulib kelsak, abayliqi yıldız uzilib ketgan daraxtdek yoki suvda eqib yıldızı bo'lmagan yaproqdek yoki laglak bor o'ylab uchirtgan. Jip uzilib kelsa, u nalarga uchib ketadiganligini bilmaymiz. Şununla bu hazır siz degandek aşna digil bo'ldi. Bo'libmi misolga strategiya tadqiqotda. Strategiya tadqiqotida nima yo'q, tajribaxona yo'q, laborator yo'q. O shu tarixga tayinishga majbur. Tarixda bo'lgan bütün voqealarni tahlil qilib, u yerdan bir formul chiqarib, undan keyin bugungi ishlarni qanday hal qilamiz deydi. Misolga bizningki mamlakatda 3 aydan itibaren terikçilikni boshlaydi. Shu Dixon ailesi bo'lsin yoki birisi bo'lsin. Bu shuni biladi. 6-ayning oxiri, 7-ayning beshida men shu bug'doyni o'rayman deb biladi. Bu kelgusindagi bu 3-4 aydan keyin nima bo'lganini nereden biladi u?
hammadan javob bera oladi. Ya'ni dadisidan, cho'ng dadisidan yoki burunqilardan uygangan, uyadan bilgan. O'mi shu yana o'tmishga bordi. Shuningga tarix, tajriba, savoq oldigan bir fan desak ve bütün şu ictimai fanlarning bir o'tmishi var. Agar tabiiy fan desakmi, matematik, kimyo deganninki tarixi yo'qmi uni? Kimyoning yo'qmi? Kimyoning bir tarixi var. O'tmishda bunday qilib kelgan. Misoliga Ibn Sina. O kimyoni yaxshi biladigan birisi. Şu burunqilardan uygunib, o'zining yashayotgan davrda uni taraqqiy qildirib va bundan keyingi insonlarga tajriba savoq qo'yib qo'ygan. Va uningki tib qonun degan kitobni shunday, ya'ni doktorlik qonun degan kitob. Ya'ni bugun xalqaroning har qanday cho'ng ma'vu meditsina maktablarga, masalan, universitetlarda ontoloji deydigan, deontoloji deydigan bir bilim dalı var. U yerda sorsang misalga dunyoda eng cho'ng 3 doktor kim o dunyoda, yani tarixdan beri eng cho'ng 3 kim o desang, birisini cho'qim Avicenna deb bildi. Avicenna, ya'ni Ibn Sina. Chunki onunki yaratgan o tecrübeni bugünkü adamlar hozirgacha ishlatyapti. Misalga 11. asrda Mahmud Qashqari bir kitap, lug'at yazdı. Hozir sen bugünkü tilninki qanday taraqqiy qilib bugungacha bu holga kelganligini bilish uchun o kitobdan qutlamaysan. O kitobni o'qimaysan buni. Ya'ni o'tmish yani. Buni %100 demayman. İctimai fanlarninki tajribaxonasida %100 bo'lmaydi. Ama normalda shundoq ko'rsak bo'ladi deb o'ylayman. Demek efendim sizin, benim bilişimki sizin qiziqish doirangiz nihoyatda kengroq. Edebiyot, jamiyatshunoslik, psixologiya, hozir tarix, hatta xalqaro munosabat degandek. Siz qanday qaraysiz? İctimai fanlarning tabiiy fanlarga o'xshamaydigan bir alohidaligi, ijtimoiy fanlarda o'ttirib qo'yilgan har qanday bir nazariya yoki yakun mutlaq ko'pi nisbiy bo'ldi. Nisbiy bo'ldi deganimiz, yani yakunlar kuchliroq, ojizroq deb hukm qilindi. Yani bu mutlaq bir haqiqat. Masalan, xalqaro munosabatlar nazariyasida realizm butkul masalalarni tushuntira oladigan birdan-bir mutlaq iqlim deyish masalan shu ilm nuqtasidan to'g'ri emas. Xuddi shuningdek faqat liberalizmla xalqaro munosabatlar ilmidagi hukmron nazariya to'g'risi shu deyishga o'xshashli to'g'ri emas. Çünkü insanlar cemiyeti tabiat dünyasına o'xshash emas. İnsan bir subjektiv ruhdan tarkib topgan o'zgarishchan maxluq bo'lganligi uchun bu ruhdan kelgan bu faraz qilmaslik insonning barliq hayotiga ta'sir ko'rsatgan. Bizning barliq qismlarimizda. Shunlashqa buni tadqiq qilgan ijtimoiy fanlarning natijasimi, qo'ygan qarashlarimi mundaq narsalarga nisbatan hozircha mushu to'g'riroq, mushu kuchliroq deymiz. Endi tarix bilan bu ijtimoiy fanni bog'liq vaqtda hozir erkin ko'mda dedim. İctimai fanlarning yakunlarining to'g'ri yoki emasligi birisi qo'llangan metod orqali to'g'ri yoki ilmiyroqkan yoki ilmiyroq emaskan deb o'lcham qilinsa, yana birisi tarixda mushu xil masalalar qanday bo'lgan, qanday yuz bergan. Yani tarixdan qilib izlaymiz. Pattern deydigan bir so'z var İngilizce. Yani ilim muayyen bir qilib yaratish amaliyotida. Yani shu qilibni tushunsa, anadan keyin bu aslında zamanning, makonning cheklamasini hal qilgan, insonlar ishlata oladigan narsa bo'ladi. Masalan, oldin qatimliq yani shu to'g'rida bir xitoy bor. Çinxada şunun mu erkin bildi. Stratejiya tədqiqat mərkəzinin başlığı. Onun halkı rəhbərlik gücü de bir kitabı çıktı. Ling Dağlı'ydı. O kitabın merkezi ideyası ne de tutulsa, tarihteki devlet milletlerinin kudret tepişi ya ki məğlub oluşunu, məlum bir tüzüm ya ki
ular ega bo'lgan bir ideologiya yoki ular barpo qilgan bir sistema, tuzum emas, balki shu davrdagi shu millat yoki davlatga rahbarlik qilgan rahbarlik kuchi belgilaydi. Ko'rsam, misol nimani oldim? Albatta tarixdagi, masalan, shu vaqtdagi Xitoy Kompartiya tarixidagi Mao Zedong qatorliqlarning rahbarligini, Sovet İttifaqı Bolşeviklar Partiyasidagi Leninning rahbarligidagi Bolşeviklar inqilobini, hatto texmi yiroqroq tarixga ketsak, bir yayloqdan chiqqan Mo'g'ullarni Chingizxon va uning rahbarlik kuchi bilan qudrat topganligini mana o'tirib qo'ydi. Ya'ni u o'zining bu nazariyaviy yakunlarini tarixdagi nurg'un misollar orqali kuchlantirishga tirishadi. Albatta tarixni texmi cho'nqir biladigan kishilar bu xil kishilarning o'tirib qo'ygan narsaning ta'tiruvchi misollarni naytib ko'p ekanligini bildi. Ammo bilmaydigan kishilar bo'lsa, rost shu o'tirib qo'ygan narsa to'g'ri o'xshaydi deb o'ylab qoldi. Buni demak yo'g'ini bu ijtimoiy fanlarning yakunlarini muayyan tarixiy faktlar bilan uni asoslantirish orqali anda bu bir qoyil qilgan narsaga aylantirishga tirishadi. Shunlashqa bu hukmni umumiy jihatdan to'g'ri deyishga bo'ldi deb o'ylayman. Masalan, Samuel Huntingtonning Madaniyatlar to'qinishi degan kitobi bor. Taniqli kitob. Bu kitobni o'qigan bo'lishi mumkin. Shu kitobda Samuel Huntington o'zi tarixchi emas. Ammo o'zi bu o'tirib qo'ygan bundan keyingi dunyodagi to'qinish cho'ng madaniyatlar orasida yuz beradi. Bunga o'xshash davlat bilan davlatning o'rtasida emas, balki dunyoda asosli 8 madaniyat bor. Bularning ichida eng asosli va bu Rossiya qabul qilmaydigan to'qinish G'arb bilan islom dunyosi o'rtasida, G'arb bilan Ko'ngil madaniyati o'rtasida yuz beradi degan hukmni o'tirib qo'ygan. Bu o'zining bu nazariyasini uzun tarixiy tahlili var kitapta. G'arb bilan islom dunyosining 1000 yildan ortiq mujodala tarixi. Anadagi o'xshamagan madaniyatga tava millatlarni chegirdash yashaydigan g'ayri madaniyatga tava kishilar bilan qilishgan mujodalalar shularni yakunlab kelib, endi bu ish bundan keyin shundoq bo'ldi degan narsani o'tirib qo'ygan. Ya'ni o'zi bir siyosatchi bo'lsa-mu, o siyosatda o'tirib qo'ygan bu farazlarini tarixda yakunlagan xulosasi orqali asoslantirishga tirishgan demak. Endi biz tarix haqida suhbat bo'lgandan keyin albatta ko'rmanlar biz Uyg'urlarniki tarix tushunishi qiziq deb o'ylayman. Mayli har kim ma'lum bo'lsa, mayli siz bo'lsangiz, uzun yildan beri jamiyatimiz ko'zib kelayotganlarning birisi deb o'ylayman. Undaqda bizim Uyg'urlarning tarix tushunishi qandaqroq deb o'ylasak bo'ladi. Har kim ma'lum. Endi tarix o'tmishdagi insonlarning qilgan butun moddiy ma'naviy ishlar dedik. O jihatda butun millat uchun o'xshash endi. O'xshamaydigan tarafi shu o'tmishdagi tarixga qandaq nuqta nazar bilan qarash, qaysi metod bilan qarash. Abay deyilgandek, agarda biz yolg'izlar bir xil ko'z qarash bilan, misolga davlatni kuchlantirgan, jahonni boshqurgan mushu hozir Abdurahim efendimin bergan misolda Yan Şöton'unki deysek, o tarixda mushu boshqurish kuchi va qobiliyati kuchli bo'lsa, ip mangdekan go degan nim bilan bir xil nuqta nazar qaraydigan bo'lsa, u vaqtida xato bo'lib qilish mumkin. Misolga Qin Shi Huangmi millatdan avval 221-dimi 6 davlatni yiqitib, o'zi bilan 7 davlat cho'ng bir Xitoy davlati qurdi deb Xitoylar bak maqtaydi. Ama 2 evlat aram devam kıldı. Yani. Bunun keyin Sui sülalesi kuruldu. Bu 581'de. Muşu 300-400 yıllık çuğulup takılıp ketken bir Xitayni bütünleştirgen Sui sülalesi de bunu tazmaktaydı. Dingdavliyimi yaxşı bu ana. Ama o 2 evlat devam etti. Yaratmagan nimeler Mançurlar 268 yıl Xitayni başkurdu. Mana misalni bergan vaqtida undan keyin Abaqi Lingdavli degan gapning to'g'ri bo'lmaganligini ko'rsatdi. Tarixchilikda
agarda bir narsani, bir ideya, tushuncha, hukmni o'tirib qo'yganda, uning ta'tir misoli bo'lib qolsa, o deganlaring to'g'ri emas bo'ladi tarix. Shuningga taraflik qarash, bu tarix metodologiyasi bilan harakat qilmasa, u vaqtida tarixninki haqiqatni topqili bo'lmaydi. Haqiqatni topamag'achqa, tajribami haqiqiy tajriba bo'lmaydi. Sahte tecrübe olur. Misalga hazır hem adam işinde aşınıga Afganistan imperiyanınki mezarlığı deydi. İngilizler bağdı yenilip çıktı, Sovyetler bağdı yenilip çıktı. Mana nime Amerika bağdı yani yenilip çıktı deydi. Ya tarihte Ahunlar, Köktürkler, onundan kim mavu nime Babürler ya eşeğini başkurdu yani. Bu ta'tir bir misal ko'rgandan keyinla abaqa degan gap to'g'ri emas ekan. Shuningga bu Uyg'urlar o'zining tarixiga qaraydigan vaqtida taraflik bo'lmaslik lozim. Ba'zan bizningki ota-bobomizning qilgan xato ishlar bor, ayib ishlar bor. Uni yushirman deb qarmaslikdan boshqa tarafni agarda ko'rib ajna qilgan bo'lsa, o zaman haqiqiy tajribani olamagan bo'ladi. Belki bazen bugün bizni to'g'ri yo'lga yetaklaydigan ba'zi ko'z qarashlar, fikrlar belki shu ota-bobomizning qilgan xatolikdan topgan bo'lishi mumkin. Shuningga o'tmishni to'liq qarash, atrofli qarash, objektiv qarash kerak bo'ladi. Agar ashuna qila olsak, haqiqatni o'rgangan bo'lamiz. Haqiqat bizga bergan tajriba savob qolganlardan yaxshiroq. Misolga deylik, jiraqnima demayli, 1947 bizning Sharq Turkistondagi eng ichinishli bir yil bo'ldi. Nima degan vaqtida Uyg'urlar bir-birisiga hujum qilib, bir-birisini o'ldirib, bir-birisini suiqasd qilib, ashunday nima ishlarni qilib yurdi. G'olchi taraf bular kommunist deydi. Ma Urumchi o'lka hukumati bo'lsa Gomindangchi deydi. Qashqar yakan tarafda ulamolar bor. Bular hamda bir-birisi bilan kirishib ketgan gaplar. Bir-birisini o'ldirgan, Ahmadjonni suiqasd qildigan, keyin nimaga suiqasd qildigan Mustafa'ning qarshiliklar bo'lyapti-da bular. Shu 47-yilda shu Uyg'urlarningki mushu jidaldan Xitoy, Zhang Zhizhong qutluk chiqyapti bu. Ya'ni Xitoy Sharq Turkistonni qo'yib bermaydi-ku. Nimishki 47 deyman degani, shu 47dan keyinla Uyg'urlar bo'linib ketdi. Bir qism Uyg'urlar G'olchi hukumatini qo'llaydi. Bir qism bo'lsa, bu o'lka hukumatini, Uchapandilarni qo'llaydi. Bir qismi bo'lsa, biraz dindar, biraz millatchi guruhlar bo'lsa, u har ikkisiga qarshi chiqadi. Birisi nima chet elninki Jahongirning quyrug'i deydi. Birisi Xitoyninki ishti deydi. Ya'ni birisi nima deydi, qalisi keyinda qolgan. Shu ko'z qarashlar bugungacha davom qilyapti. Tarixchi nima qilib berish lozim deganda, ular hammasi shu vatan millatni qutqizamiz deb tirishib, o'zininki bir tushuncha bilan, ideyasi bilan, siyosiy bir harakati bilan qilgan. Ama mag'lubiyatga uchurdi. Biz keyingi odamlar mushu nuqtadan qarash lozim. Keyingi odamlar ularni bir butun ko'rish lozim. Ularni bo'lmay. Ularning tarafini tutadigan bo'lsa, taraflik bir tarixchilik qiladigan bo'lsa, u vaqtida nurg'un narsalar saxta bo'ladi, yolg'on bo'ladi. O yolg'onchilikda bizga to'liq bir tajriba savob bermaydi. Özümüz aldab qo'yishimiz mumkin-da. O'zimizdan sodir qilgan xatolikda obyektiv bir xulosa chiqarolmaymiz. Endi buningda mutlaq holda faqat ojiz yoki inson kuchli deyishni tasvirlash mumkin. Chunki masalan agar ojiz deb qolsak, masalan bizning ko'ktürk xaqonlarimiz o'zining tajribalarini toshga uyab yezib qoldiribdi ekan. Masalan ko'ktürk tosh obidalari dünya tarixidagi eng qadimiy tosh obidalar qatoriga mansub. Yani kelib kelgusi avlodlarimiz foydalansin deb biz qoldirganligidek bir narsani ko'ramiz.
Albatta endi bununla bilan uningdan keyinmi bu an'ana davomlashganmi desak, unchalar bek davomlashib ketmaganligini ko'ramiz. Masalan, biz Uyg'urlar, Türkler o'zining tarixiy manbasini surishtirgan vaqtda ko'pincha vaqtlarda qancha qadimga ketgansa shuncha boshqa millatlarning tarixiy yozmalari orqali izlashga majbur. Masalan, hozir qanday bir qadimgi zamon turk tarixi tadqiq qilgan kishi Xitoy tilini o'rganishga majbur. Ya'ni Xitoyda yozgan ba'zi asarlar ana manbalardan foydalanib turib uni qilishlar. Endi sal qaytib kelib o'rta asr davridagi masalan mayli Selçuklular, yani Selçuk imperiyasi, G'aznaviylarni ularniki o'xshashlar Paris tilini bilmasa, bu ikki davlatning tarixini yuritish, yezish asosan mumkin emas. Ya'ni Türk tilida yozilgan shu davrga tabi tarixiy vasiqalar yo'q deyarlik. Türk tilining rasmiy davlat tiliga aylanishini Turkiya Selçuklulardan keyin Qahramon o'g'illari deydigan bir begliklar davrida Hujjalgi Mehmet Bey Türk tilini rasmiy bir davlat tili yoki beglik tili qilib ishlatgan. Ammo urdu Turkiya Selçuklu davlatida masalan shu Alaeddin Keykubat davriga vaqtlardami hukumat tili Farscha. Demak, yo'g'ini men bu tarixni xotirlashda shunga ba'zi turk tarixchilar deydi ekan, balki yaxshi bo'ladi. Çünkü Türkler tarix yaratgan, ammo tarixni xotirlamagan millat deb bunday bir gapni qildik. Endi biz bugungi kunimizga yenib kelsak, men shunday o'ylayman. Biz boshqa narsani demaylik. Tamam, tarixda savodsizlikning yeyilib ketganlik sababidan Sharq Turkistonda nurg'un tarixni qoldiranmadik deb o'ylayman. Ammo savod chiqargandan keyinmi, hammalarni yozalaydigan bo'lgandan keyinmi, bugungi kunda o'zimiz eslab yozalaydigan nurg'un eslamalarimizni yozmayotimiz. Masalan, hammamizning dadasining madaniyat inqilobi haqida o'zining biyosi beshidan o'tkazgan nurg'un ochiq kunlari bor. Uni yo biz yoki bizning dadamiz yozib qoldirgani yo'q. Ularning mana hammasi o'tib ketdi. Agar 1000 Uyg'ur deydi yoki 100 Uyg'ur faqat boshqa narsani emas, madaniyat inqilobi davrida o'zining shaxsiy beshidan o'tkazgan kunini yozgan bo'lsa, Xitoyning madaniyat inqilobi davrida bizning Sharq Turkistonda qanday siyosat qo'llanganligini, naqadar birinchi qo'l material bilan, kechmishlardan texnik isil yozilgan bo'ldi. Mana hozir u narsa yo'q. Butunlay vaqt tikantoq, idib tikantoq deydigan gaplar bilan qilishga majbur. Uni 80-90 yillardan keyin bizning nurg'un hayotimizni shu millat uchun beg'ishlagan ahli o'limalarimiz o'tdi. Masalan, Qog'liqdagi Abdullakim Mahsumajimga o'xshash. Undan boshqa nurg'un olimlarimiz, nurg'un qaltis kishilarimiz bor. Masalan, turmada uzun yotgan Abduqodir Rahmonlarning o'g'li Abdulaziz Mahsumga o'xshash. Biz mana bu kishilarning hayotini hozir bilmaymiz. Aslida tom-tom kitob yozilgan kishilar hayoti haqida. U bizga kelgusimizga, bugunimizga bizga bir ilhom manbasi, bir aynak bo'la oladi. Ammo qoldirib qo'ymadik. Ya'ni ham biz bugun shu 2015-yildan keyingi deylik. Biz hayot yashayotganligimi vatanda bo'lgan nurg'un narsalarimizni, beshimizda o'tkazganlarimizni ya'ni ham xotirlab qo'ysak bo'ldi. Xitoyning nima ishlarni qilganligini shu vaqtda. Bizning qanday vahimada yashaganligimizni. Masalan, bino uyda yashaganlarning kech soat 10 dan keyin peshtoqda oyoq tevishi anglansa, kim kelayotgandi, meni tutquli kelganmidi deydigan vahimalarimizni yozsak bo'ldi. Shularning hammasi Xitoyning shu rayonimizdagi siyosatining nihoyatda jonliq ifodalari. Ammo yozmayotimiz. Kelgusida biz mushu tarixni avlodga o'tkazib qanday qilamiz? Shunlashqa hozirgi bu tarix ilmimizning sutqi cho'qim bizga kelgusimizni ziyon qildi. Çünkü bu noktadan biz bunu alaylı kuchaytirishimiz kerak. Beshimizdan o'tgan kechmishlarimizni bo'lsa yozish orqali avlodlarimizga nisbatan. Bular hozir biz chet elda yashayapmiz. Bizning farzandlarimiz chet elda tug'ildi ko'pinchimizdan. Bundan keyin ularning Uyg'ur kimligi, Sharq Turkistonlik ekanligidan ota-onasining ularga qoldirgan tarixiy meroslari, tarbiyalari bilan shakllandi. Agar bizning aslimalarimiz yetarli bo'lmasa, uni yetarli o'rgatmasak, so'zlamasak, ularning Uyg'ur kimligi, Sharq Turkistonlik kimligi, musulmonlik kimligi biznikidek kuchli bo'lmaydi, ojiz bo'ldi. Bu ojiz kimlik bilan ular
Şərq Türkistan davasının təvrənməz varisləri bulanışı mümkün mü? Bu tərəfini oylayan vaxtda ko'nglimiz biraz yerim bo'ldi. Vaqtim bir yerga berib qolibdi. Men ishqilaninkili bu tarix haqidagi so'zga shu xulosaga keldim. Tarixdagi o'xshash bir voqeasiga tarixiy metodlar bilan o'xshamagan nuqtadan qarab, o'xshamagan yakunga erishdik. Undaqda bu yerda nəhayət xalqlıq bir sualını so'rash to'g'ri kelgan. Ya'ni turish deganda so'rg'alama, ya'ni savol qo'yish. Masalan, Xitoylar o'z vaqtida Uyg'urlar manda millat manda ishlarni qilgan, manda rezilliklar qilgan degan bo'lsa, biz qo'pab daral ishonmasdan yo'q bunda emas. Yoki boshqacha bo'lib qolsa-chu degandek bir savol bilan boshqa ideya bilan shu omillar harakat qilsak, balkim Xitoylarning deganning tam aksiga yoki boshqacha bir natijaga erishishimiz mumkin. Ya'ni tarixma boshqa fanlarga o'xshash, ijtimoiy fanlarga o'xshash bir insonga masalaga nisbatan savol qo'yishdan iborat va masalaga sabab natija mantiqisidan qarashdan iborat mushta bir iqtidor ong yetildirganligi nihoyat aniq. İki mühimimiz sizlarga ko'p rahmat bugungi programmamizniki texnik ko'p ko'rmalar tarafidan ko'rilishini umid qilamiz. Keyingi programmamizda ko'rishaylik. Xo'sh. Xayr xo'sh. Rahmat.